Hozir. Ha, Ulug'bek qo'lasi tushmasdan chiqib olding. Tushmasdan demidi, qichqirmasdan deyiladi. Ha, nima gap? Xullas amaki, men kampirga totdim. Ha, pulni qancha olding? Zachilardan, yo'lkarlardan, ovqatdan orttirgan pullarimni oldim. Ha, menga nima lozim bo'lgan turingni? Anaqa, oyim mabodo chiqmasa. Ayya, men ular kim bilan ishlaga aralashdim. O'za davirida men chiqminglar, mabodo chiqmasalar straykidaman, bo'pti. Aralashtirma Ulug'bek. Sen o iyili chaqirib tez borarkansan. Seriyozmi? Ha? Hozir azga o'ynab qo'yay, keyin boraman. Vaqtim ko'p ketmasin. Voy kichkina, ozgina vaqting qolibdi, qo'shtirasanmi? Aka, parajnak yurmasangiz-chi, chap tarafda sher yig'ing mana deb turing. Och o'zim o'ynayman, sirpam bo'tda. Mana yo'q. Aralashma dedi. Voy, aka, ketayotgan bo'lsangiz kompyuteringizda o'ynab qo'ysam bo'ladimi? O'ynayver, bo'pti. Rahmat. Voy Ulug'bek. Hozir. Oyantni qichim bilan kelyaptilar. Mehdirlar o'zi yaqinda keldim-ku. Tashqariga chiqib ko'rdingmi o'zi? Voy! Qorong'i ketdi-yu. Voy, oyimmi? Ko'zingni siydigiroq qisma menga. Bilmaysan. Kechiring oyim. Kechirim so'rashsa oldin o'ylash kerak edi. Ana, adinam keldilar. Ya, dasa bunizga tarbiya berasizmi yo'qmi? Men echanimni qilmaydi, qachon qarasan? Ko'chaga chiqib ketadi, joni. Annangni sana turishaylar. Remen qani? Optiga qani?